raqamdagi maxsus texnika. Oyiga 60 million foyda keltiradi desam, ishonasizmi? 505 kub metr baraban sig'imi. Katta hajmdagi aralashmani uzluksiz tayyorlash uchun optimal sig'im. 3,5 kub metrni 15 daqiqada ishlab chiqarish. 1 soatda 14 kub metrgacha beton beradi. 270 aylanuvchi kabina va baraban. Betonni aniq nuqtaga yo'naltirish imkoniyati. Tor maydonlarda ham qulay ishlash. Yuchai Tormin 105 dizel dvigateli. Og'ir yuk ostida ham barqaror moment va yuqori tortish quvvatini ta'minlaydi. 2 shnekli aralashtirish tizimi. Betonni bir xil struktura bilan tayyorlanishi va to'liq aralashishini kafolatlaydi. Avtomatik moylash va kuchaytirilgan sovutish tizimi uzellarni himoya qiladi. Yuqori bosimli karcher yuvish tizimi smenadan so'ng barabanni tez tozalab, betonni qurib qolishiga yo'l qo'ymaydi. Raqamli displey, orqa kamera, ikkita joystik boshqaruvi operatorga barcha jarayonni to'liq nazorat qilish va bir kishi bilan ishlash imkonini beradi. JBG haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz va narxini bilmoqchi bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini yozib qoldiring.